bunaqasi bo'lmagan hali. Mana shu festivalga qanday kelib qoldik va necha pulga tushgani haqida mini vlog. Shu festival uchun ataylab Tailandning Chiang Mai shahriga uchib keldik. Bilet 2 kishiga uchib kelishning o'zi $857 bo'ldi. Festivalga yig'ilish tochkasiga otelimizdan tuk-tukka o'tirib 600 batga yetib oldik. Odam juda ko'p edi, bizani maxsus avtobuslarga joylashtirishdi. 1 soat yurib shahar tashqarisiga chiqib manzilga yetib keldik. To'g'risi aynan shunaqa joylarda bo'lish orzuyim bo'lardi. Hammada yaxshi kayfiyat, o'yin, kulgu, yarmarkalar, kimdirlar vobshe masaj olib yotuvdi. Katta fursat ham bor edi, xullas ovqatdan muammo yo'q. Shu bilan fonuslar uchiriladigan hududga kirish va hamma o'z joyiga o'tirishni boshladi. Har bir kishi uchun 2 tadan fonus taqdim qilingan. Aytishlaricha 10 mingtadan oshiq odam qatnashibdi. Festivalni ochiq deb e'lon qilishdi va hamma fonuslarni uchirishni boshladi. O'zim ko'zimga ishonmadim.